Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Hammanglar yaxshimisizlar? Mana bozorga chiqib oldik. Xudo xolisa. Endi yig'ilishyapti mashinalar. 3:30 bo'ldi soat. 16-iyun. Hali narx-navo chiqmagan. Endi yig'ilishyapti mashinalar. Hozir sizlarga xudo xolisa sotsak necha pul ketdi hammasini aytib o'tamiz. Bu Qo'yloq dehqon bozori. Qo'yloq dehqon bozoridamiz. Assalomu alaykum. Tasni ochib qo'yish kerak ekanda. O'zingda. 3 qop sotdik. 2200 dan. Assalomu alaykum. 2 damas olib chiqdik. Xudo xolasa shu qoldi, ozgina oldida. Narx 2200 sotilyapti. Hozir 45 ta qop olib chiqdik. Taxminan yarmidan ko'p ketdi. 3:30 da keldik. Soat salkam 5 bo'ldi. Xo'sh, bozor bugun kammakka tushdi. Sizlarga aytdim. Kammakka tushsa oshadi. Ko'p tushsa arzon bo'ladi deb kecha 1800 sotilgan ekan. Bugun 2200 bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana makkamizni tugatib oldik. Xudo xolasa oxirgi 16 qop 2000 dan berib yubordik. Sal yorug' tushib qoluvdi. Shunga saqlab o'tirmay berib qoldik. Endi uyga qaytamiz. Xudo xolasa bugun ham terib, ertaga ham sizlarga bozor narx-navosini aytib o'tamiz. Bozor ahvoli. Makka ko'payib qoldi ancha. O'shanga 2000 ga tushib qoldi oxirida. 2200 berayotdi, 2000 ga tushdi. Xo'sh, bugun 16-iyun ekan. 16-iyun. Shu narx bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana uyga kelib oldik biz. Xo'sh, makkamizni bugun birinchi kun sotdik. 3660 ta tergan ekanmiz. Xo'sh, 1260 tasini 2,5 millionga berdik. 2000 so'mdan berdik. Ozgina 20 ming o'tib berdik. 2,5 million qoldi. 2400 tasini 2200 dan berdik. Endi 4 qop 5 qop qilib sotdik-ku. Shu 2200 dan 2400 tasi 2200 dan ketdi bugun. 5 million 200. Общий 7 million 780 bo'ldi. Biza men 5 million 200 da ham ortiqchasi bordi ozgina. Uni olib tashladim rasxodga. 80 ni olib tashladim. Patta-mattasi bor babi. 7 million 700 bugungi savdamiz. Xudo xolasa 1,5 gektarga 42 million rasxod qilganmiz. 42 million rasxod qilganmiz. 42 million rasxod qilganmiz. 7 million 700 ni chiqardik bugun. Kuzatishda davom etinglar. Biz terishda davom etamiz. Sizlarga qo'yib boramiz. Qancha foyda qolishini hisoblab ko'ramiz.